العوالم كيف ذقت سعادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Biz Ashru Qavaid fi Tazkiyatun Nafs Nafsini paklashdagi 10 qoida degan kitobimizni dars qilib o'tdik. Ikkinchi qoida kelgan edik. Nafsini paklashning birinchi yo'li tavhid. Tavhidimiz mustahkam bo'lsa, nafsimizningki paklanishi to'liq %100 kafolatga ega bo'lamdi desa, yo'q, unda emas. U yiltiz u. Xuddi bir binoninki asosi bo'lmasa bino putrab turolmaydi, to'g'rimi? Mustahkam turolmaydi. Binoning ul asosi bo'lgan ekan, buning kirish eshiklari ham bo'lishi kerak. Eshiklarni ochadigan ochiqishlar ham bo'lishi kerak qo'limizda. Nafsini paklashda xuddi tavhid uningki yiltiz asosi bo'lgan bo'lsa, yana boshqa omillarmi bor demoqchimiz. Buni muallif avtor keyingi qoidalarda tafsili bayon qiladi. Ikkinchi qoidaga kelsak, qarindoshlar, yana nafsini paklashninki ikkinchi qoidasi ad-du'a miftahu zakatin nufus. Dua nafsini paklashninki ochquchi deydi. Tavhidning bo'lgan daraxtninki yiltiziga o'xshash, binoning ul asosiga o'xshash bo'lgan edi tavhid, shundami? Endi bu duo nima ekan desa, u binoni ichib kiradigan ochquch ekan. Bu mu lozim mana? Xuddi binoning ul asosi ham lozim bo'lgandek, bu binoga kirish uchun ochquch lozim. Bu ochquch duo ekan. Islomda duo nima nazarga ilindi desa, duodan bo'lgan maqsad nima desa, duodan bo'lgan maqsad bandaning Alloh taoladan o'zining arzu tilaklarini so'rashi, Allohdan o'zi hojat bo'lgan narsalarni talab qilishi shu duo. Bu mendan qaragan vaqtida duo ibodat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda ad-duo wal ibadah degan. Duo u ibodatdir deb. Demak, nafsini paklashninki ochquchi bo'lgan bu duo nima ekan? Ibodat ekan. Namoz, roza, zakat, haj, amr ma'ruf, ribat, jihad, jamoatlashish, hijob qatorliq mana shu ibodatlar qatoridagi bir ibodat. Va hadis sahih hadis. Abu Hurayradan rivoyat qilingan, Tirmizi Ibn Majahlarda kelgan Shayx Albani Hasan degan hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deydi. Laysa shay'un akrama ala Alloh ta'ala min ad-du'a. Alloh taologa duodanmi hurmatliroq bir narsa yo'q deydi. Bu shu nafslarni paklashninki ochquchi bo'lgan bu duo Alloh taologa eng suyumli, eng hurmatli bir ibodat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuqoriqi tasdiqi bilan. Demak, nafsini paklayman degan bir kishi cho'qim bu ochquchni qo'lga olishi kerak. Biz ilgirki soatlik suhbatlarimizda ko'p bayon qildik. Nafs gunoh ma'isatlar bilan kirilishadi. Har xil qalb kasalliklari bilan, til kasalliklari bilan, put-qo'l a'zolarning kasalliklari bilan bu qalb nafs kirilishadi. Muallif deydi-ki, duo Allohning nazarida ibodatlarning eng afzallarining qatoridan. Chunki bu duoda insonning o'zidagi ojizlikni, muhtojlikni, xorlikni va mag'lubiyatni izhor qilish bor. Allah subhanahu wa ta'ala duo qilgan vaqtimizda o'zimizning ojizligidan duo qilamiz. Alloh bo'lgan muhtojligimizdan, xorligimizdan, mag'lub bo'layotganligimizdan, ustimizdan har xil yomon kuchlarning g'olib bo'layotganligidan, ojiz holatga tushib qolganligimizdan Alloh taologa shikoyat qilib duo qilamiz. Demak, o'zining ojizligini izhor qilish bor. Va bu duoda Alloh subhanahu wa ta'alaning kamol qudratini, kuch-quvvatini, Allohning boy ekanligini va xohlagan bandasini boy qildiganligini, behojat qildiganligini, Alloh taolaning kibriga loyiq ustun zot ekanligini ham e'tirof qilish bor. Va dushmanlarining qalbiga kashgan narsalarni ham tarmar qilishga Alloh taolaning kuchi yetadiganligini ham e'tirof qilish bor bu duoda. Demak, bu duo yuqorqidek aloyidliklarga ega bo'lganlikdan Allohning nazarida ibodatlarning eng afzallarining qatoridan sanalgan. Ikki narsa bo'ldi. Birisi o'zidagi ojizlikni, muhtojlikni, har holatga tushib qolganligini izhor qilish bo'lsa, ikkinchisi Allohning kamol qudratini e'tirof qilish bo'lganlikdan bu duo ibodatlar ichidagi eng fazilatli amallarning qatoridan sanalgan. Undan boshqa bu nafsini paklashning ochquchi bo'lgan bu duo qarindoshlar barcha yaxshilik eshiklarining ochilishida katta ahamiyati bor. Bu yaxshilik eshiklarininki ochilishida katta ta'siri borligini Shayxul Islom Ibn Taymiya Abul Qasim Mag'ribiy degan shu kishiga qilgan vasiyatida shunday ifodalangan ekan: "Ad-du'a'u
miftahu kulli xayrin. Dua barcha yaxshilikningki ochqichi deb. Buni Majmuul Fatavoda keltirgan ekan. Shu biz yuqori to'xtalayotgan nafslarni poklashning ochqichi bo'lgan duo barcha yaxshilikning ochqichi. Duo bilan bu yaxshilik qo'lga keladi. Sen uchun taqilib qolgan, sen uchun uzoq bo'lgan, sen uchun qiyin bo'lgan barcha yaxshiliklarni echishninki yo'li sening duo qilishing. Duo sana yaxshilikning eshiklarini echib beradi demakchi. Allah subhanahu taala o'ziga duo qilgan, o'ziga iltijo qilgan har qanday kishining duosini ijobat qilganligi haqida va'da qildi dedi. Faqala taala astaiz billah va qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Sizlarning Rabbinglar dedikin, "Men duo qilinglar, men duoyinglarni ijobat qilaman" dedi. Demak, mushu nafsini poklashninki ochqichi bo'lgan duo Alloh taolaga xolis holat qilinsa, Alloh taolo bu duoni ijobat qilganligi bilan va'da qildi demakchi. Shart bandalarning o'z hojatlari borasida Alloh duo qilish. Buningki javobi cho desa, astajib lakum. Allohning o duoni ijobat qilish. Duo ya darhol ijobat bo'lishi mumkin, ya bir oz kechikib, kunlardan keyin, oylardan keyin, yillardan keyin ijobat bo'lishi mumkin, yoki oxiratga kelishi mumkin. Mu'min uchun hammasi yaxshilik. Bir hikmetni Allah biladi. Şu bendigi qaysi vaqtda, qanday o'rinda ijobat qilishni Allah yaxshi biladi. Qaysi vaqtda, qaysi o'rinda ijobat bo'lishini Alloh taolaning belgilishi, yana shu bandaning manfaati uchun. Ammo xolis qilingan duoda albatta u bir ibodat bo'lganlikdan buning ajr hasanat bor. Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob raziyallohu anhu shunday degankin: "Inni la ahmilu hammal ijaba, walakin hamma du'a, fa iza ulhimtu ad-du'a, fa innal ijabata ma'a." Umar ibn Xattob raziyallohu anhu Tirmizi ibn Majah'larda kelgan Şeyh Albani Hasan degan hadisda shunda degankin, "Men ijobatning g'imini qilib ketmayman" dedi. Lekin mening g'imim duo qilish. Mening vazifam duo qilish, uning ijobati haqida men g'am qilib ketmayman. Qachonki men duoga yetaklansam, duoga ilhom qilinsam, onun bilan ijobati hamroh, ya'ni uning bilan ijobati birga. Deyish orqali Umar ibn Xattob raziyallohu anhu duoning ijobat bo'lish haqida boshqa turib g'am qilib ketmaydiganligi, ammo ko'ngil bo'ladiganini, muhim deb biladiganining duo ekanligini o'tirib qo'ygan. Demak, mushaydan bizga bir ta'limot bor. Nima desa, ixlos bilan, samimiylik bilan Alloh taolaga yelinish, Allohdan so'rash, onun icabeti haqida boshqa turib, qachon ijobat bo'la, nimishqa ijobat bo'lmadi bu duoyim deb buningdan shikoyat qilish, buning g'amini qilishninki bandaning ishi emas ekanligini Umar ibn Xattob raziyallohu anhu mushu so'z orqali ta'lim beryapti. Tabiinlardan, mashhur tabiinlardan o'zi imom Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir rahimahulloh shunday deydi. Bu bayon nima kelgan ekan desa, Imom Ahmad az-Zuhd degan kitobida bayon qilgan ekan. Mutarrif ibn Shakhir degan shu tabiin deydi ekan, "Tazakkartu ma jima'ul khayr, fa iza al-khayr kaseerun as-sawm was-salah, fa iza huwa fi yadillahi azza wa jal, wa iza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jal illa an tas'alahu fayu'tiyak, fa iza jima'ul khayr ad-du'a" degan. Mutarrif ibn Shakhir deydi ekan, "Men yaxshilikni jug'ilgan bir narsa haqida tafakkur qilib baxtim, o'ylashib baxtim" dedi. Bütün yaxshilikni qaysi narsa o'ziga jug'ilgandi deb men bu haqda o'ylashdim dedi. Qarasam, bu yaxshiliklar ko'p ekan. Al-khayr kaseer, as-sawm was-salah, roza, namoz masalan. Yaxshiliklar ko'p ekan. Bularning hammasi Alloh taolaninki ilkidi ekan. Allohning ilkidagi narsaga sen qodir bo'lmaysan. Lekin Allohning ilkidagi narsaga sening ega bo'lishingning bir yo'li deydi. An tas'ala, sen uni so'rashing. Yaxshilikni jug'ilgan bir narsa haqida men ko'p o'ylash qildimki, bu yaxshilik ko'pkan, namoz, roza, hammasi yaxshilikkan, ammo buning ajr hasanatini berish, ya'ni Allohning qo'lida ekan, buning mukofotini berish Allohning qo'lida ekan. Faqat mushuninga ega bo'lishninki yo'li uni sening so'rashing ekan deydi. Sen uni so'rasang, Alloh taolo uni sana beradi. Demak, yaxshilikni jug'ilgan narsa o'lsin duo ekan deydi. Namaz, roza, zakat, hajning o'zi emaskan. Shu namozmi yaxshilikdan, ro'zim yaxshilikdi, zakatmi yaxshilikdi, hajmi yaxshilikdi, nafiq qilishmi yaxshilikdi, ribat, jihad, amr ma'ruf, ilm elish, hijob, hammasi yaxshilik-ku. Endi mushu yaxshiliklarni jug'ilgan narsa haqida men bir o'ylashib baqsam, duolar butun yaxshilikni jug'ilgan bir narsaga degan hikmatlik, ibratlik, javhar, meg'izlik bir so'zni qilgan ekan. Chunki o namoz, ro'za, zakat, haj qatorliq butkul yaxshiliklarningki ajr hasanat kimning qo'lida? Allohning qo'lida. Allohning ilkidagi narsani bizning elish yo'limiz qaysi hamda? Elishimizning birdan bir yo'li qaysi? Duo qilib so'rash. Boshqa yo'l yo'q. İnsaniyat dunyosida uningdan so'rab, tilabmi ola olamiz
hiyla mikir işletip alalaymiz. Doğru mu? Lekin Allah kişilerinde hiyla mikir işlemeydi. Ma insanlarning ya jismoniy jihatga zaifligidan yoki aqliy jihatga zaifligidan paylanib turib biz hiyla mikir ishlatibmi kishining qo'lidagi narsalarni qo'lga kirgizib olalaymiz. Ama Allah Taala hammadan qudratlik, kuch-quvvat sahibi bo'lgan, malik bo'lgan, qahhor bo'lgan, jabbar bo'lgan zot hiyla mikir ishlamaydi. Şun birden bir yo'li nima? Nafsini poklashning ochqichi bo'lgan duo. Tabiiyki bu so'zi intayin ibratlik, muhim so'z ekan qarindoshlar. Demak, nafsimizni poklaymiz deydi ekanmiz. Butkul yaxshilikni jamlagan Allohning ilkidagi narsani ola oladigan duodan foydalanishingiz lozim deb aytadi. Amaliyotda nafsininki Rabbi u Allah, nafsi bir maxluq. Bu nafsini poklaydigan zotmi yana u Allah. Anda bo'lgan ekan, nafsini poklashni Allohdan so'rashga to'g'ri keldi. Müslim'de kelgan Zeyd ibn Arqam'da rivayet kılınan hadiste şu nefsini paklaştığındaki babı da keltirildikken bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün duası da şundak diyenken Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyuha ve mevlaha. Ey Allah nefsimki takvalıkını ata kılgın ve o nefsimni paklığın. Sen o nefsini paklıqçılarının en yaxşısı ve sen o nefsininki hükümranı himayesi, ilgisi ve Mevlaha ve onunki mededkari Rabbi deyiş arkalık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua arkalık nefsini paklaştığını yolunu hadis gösterip etkenken. Şuna Abdur bir yerde bana muşu duada deydi. Nefsini paklaştığının gayiplerini bilgüçü fakat Allah'ın ilk ilişkilerine bir işaret var, bir agahlandırış var deydi. İkinci kaidede kırındaşlar nefsini paklaştığının açıkçı dua deyip koydu. Demek nefsinin ilgisi Allah'a olan iken bunu paklap birdiğen zat hem Allah nefsinizge kirib olgan gunoh maisatlarni tozalashning birdan bir yo'li shu nafsininki egisi bo'lgan Alloh taolodan so'rash, duoni ko'p qilish demoqchi ekan. Bir gunoh qilib qolgan bo'lsak, hamda hammamizning har turli gunohlari va Alloh taolo afv qilsin. Mana shu gunohlarimizni tozalashda cho'qim shu nafsining Rabbi bo'lgan Alloh taologa yilinishning, Alloh taologa duo qilishning lozimligi bu hadisdan chiqib turibdi qarindoshlar. Bu yerda muhim bir nuqta nima desa, nefsini paklashda cho'qim Alloh taynishimiz lozim ekan degan bir mazmun chiqyapti bu yerda. Shunga bu duo nefsini paklashningki muhim katta ochqishlaridan qatorida. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolarining ko'pinchisi bo'lgan desa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ey qalblarni o'rib cho'rib turg'uvchi, o'zgartib turg'uvchi zot, qalbimni diningda mustahkam qil degan duosi. Demak, mana biz ilgari darsimizda o'tgan, bu yerdagi nafs şu qalb, ulamolar nafsini qalbmi deb tafsir bergan-ku. Unda o'gandan bu nafsini o'zgartib turg'uvchi, gunoh maisat kuchi ko'p qolgan shu nafsini pokiz nafsiga ham o'zgartira oladigan. Agar inson gunoh maisatga berilib ketsa, pokiz qalbini gunoh maisatga cho'milgan qalbga ham o'zgartib turadigan shu Alloh taologa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'proq duo qilib, ey qalblarni o'zgartib, o'rib cho'rib turg'uvchi zot, nafslarni o'zgartib, o'rib cho'rib turg'uvchi zot, qalbimni, nafsimni sening diningda mustahkam qilgin deb duo qilyapti. Mana bu shariatni nafsini paklashdan ochiqchidan foydalanyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ilgari keyin gunohlari mag'firat qilingan zot mana bu ochiqchini ham bizga ko'rsatyapti. Nafsini paklayman, qalbini paklayman desang, Alloh duo qilgan yo'lni bizga o'rgatyapti. Bu hadis ham Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qilingan Shayx Albani sahih degan hadislarni qatoridan ekan. Muallif deydi, Abdur deydi, qachoniki banda o'zining qalbiga ega bo'la olsa, ya'ni qalbining yugunni şeytan tutuzib qo'ymay, o'zi onunga ega bo'la olsa va o'zininki hojatlari, muhtojliklari, ojizliklari haqiqatan rasul bo'lsa, Alloh taoladan ana shu hojatlari borasida kuchlik so'rab duo qilsa va ijobat bo'lishga oldirab ketmasa va yana shuning bilan birga duolar ijobat bo'lgan fazilatli vaqtlarni tepishga harakat qilsa, tirishchanlik ko'rsatsa, bu kishininki duosi qaytarilmaydi deydi. Ana duoninki shartlarini o'tirib qo'yadi bu yerda. Demek nefsini paklashda mana bu shunday shartlarga rioya qilsa, u kishininki duosi ijobat bo'lib, nafsini paklanish kaporatga ega bo'ldi demoqchi. Hamda bu yerda muallif deydi, duoda sizga yordam qiladigan eng cho'ng narsa deydi. Sizning Alloh taologa duo qilishingizda sizga yordamchi bo'ladigan eng cho'ng narsa nafsingizni paklashning Allohning ilkidi ekanligini tunib yetishingiz deydi. Demek duo qilish bilan birga mana shu duoning ijobat bo'lishida sizga yordamchi bo'ladigan narsa şu nefsinizni paklashning sizning ilkingizda emas yoki sizning ustingizdagi bir kishilarning ilkida emas, faqat shu nafsining Rabbi bo'lgan, nafsini yaratgan, shu Allohning ilkida ekanligini sizning tunib yetishingiz bu sizning duoyingizga yordam qiladi deydi.
Duo qilish bilan birga zehnimiz shu narsa bo'lish kerak ekan. Bu nafsimni poklaydigan zot faqat Alloh degan mushu tushuncha bilan duo qilsangiz, bu nafsingizning poklanishi kapolatga ega bo'ladi, duoyingiz javob bo'ladi degan. Alloh taolo xohlagan bandani poklaydi. Chunki butkul ish u Allohning ilkida, u Allohning xohish ostida. Alloh taolo deydi-ki, astagfirullah, balillahu yuzakki man yasha. Balki Alloh taolo xohlagan bandasini poklaydi. Mana mush oyatning dalili bilan nafsini poklaydigan zot u Alloh. Demak, Alloh bu nafsini poklab berdi degan tushuncha bilan duo qiling demakchi. Va yana Alloh taolo deydi-ki, astagfirullah, va laula fazlullohi alaykum va rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnalloha yuzakki man yasha. Agar Allohning sizlarga fazli marhamati, rahmati bo'lmaydigan bo'lsa, sizlarning ichingizdan hech bir kishi abadiy poklanmagan bo'ladi. Lekin Alloh xohlagan bandalarni poklaydi. Bu yerdagi poklashni mufassirlar xil tafsir qilgan. Muallif bu yerda qalbini poklamoqchi bo'lgan kishiga yo'l ko'rsatib, duoni o'zingizga lozim tuting deb aytadi. Demak, bu duoda ham duo qilish bilan birga zehnimizni shu narsa uchiq qilish kerak ekan. Nafsini poklaydigan zot u faqat Alloh degan tushuncha bilan duo qilishni o'rgatish uchun mana bu oyatlarni dalil qilib keltiryapti. Demak, Alloh taolaning ilkida xohlagan bandaning nafsini poklash. Va Ibn Abbos yuqorqi ma zaka minkum, agar Allohning fazli marhamati rahmati bo'lmagan bo'lsa, sizlarning ichingizdan hech bir kishini abadiy poklamagan bo'ladi degan shu yerdagi ma zakani poklash deganni Ibn Abbos shunday tafsir qilgan ekan. Alloh taolo o'zining mahluqotlarining ichidan hech bir kishini uningga manfaat qilgan bir yaxshilik, yaxshi ishqa uni yetaklamagan bo'ladi va inson uningdan mudofaa qiladigan hech qanday bir yomonlikdan u bandani saqlamagan bo'ladi deb shuna tafsir qilgan ekan Ibn Abbos raziyallohu anhu. Yana yuqorqi nafsini poklashga uyg'un keladigan tafsir. Yuqorqi tafsir Ibn Jarir Tabarininki tafsirida kelgan ekan. Muallif deydi, avtor deydi, shu narsalarning hammasi, mayli bir yaxshilikka erishish, mayli bir yomonlikdan qo'g'dinish, shularning hammasi u bo'lsin Alloh taoloning nisb qilishi bilan, Alloh taoloning xohishi bilan ish qashudi. Demak, bu yerdagi so'zlarning xulosasi nima bo'ldi desa, nafsini poklashninki ochqishi bo'lgan duoni qilish bilan birga shu nafsini poklaydigan zot faqat Alloh ekanligini chuqur kallada mustahkam o'rnatish lozim demoqchi. Bara ibn Azib raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Bara ibn Azib raziyallohu anhu shunday deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ahzab kunisi biz bilan birga to'p to'shgan edi deydi. Xandak bo'ldi-ya, Xandak urushi deb qo'ydilar Ahzab urushini. Yahudilar Rasululloh bilan bo'lgan to'xtamni buzib, Quraysh mushriklar bilan birlashib olib, Rasulullohga umumyuzlik jang e'lon qilgan bir kun. Shu kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz bilan birga Xandakdan qo'llangan to'plarni masjidga chiqarishda biz bilan birga to'p to'shyapti deydi. Va Rasulullohninki qo'sqininki oppoqligini ham to'pa to'sib olgan edi deydi. Ya'ni Rasululloh qo'sqi oppoq edi, to'pa tegib qo'sqini oqliq to'silib qolgan edi deydi. To'p to'shig'ach Rasululloh shuna degan edi deydi. Vallahi lavlallohu mahtadayna va la tasaddaqna va la sallayna degan edi. Allohul qasamkin, agar Alloh bizni hidoyat qilmagan bo'lsa, biz shahodat kalimasini tasdiq qilmagan bo'lardik va namozni o'qimagan bo'lardik. Deyish orqali yana nima demoqchi desa bu yerda, bu shahodat kalimasini tasdiqlash, bu namoz o'qish, ya'ni ibodatlarni qilish, bu Allohningki ilkidagi ish ekanligi. Allohning fazli marhamati ekanligi. Allohning xohishi bilan bo'lganligini bayon qilgan. Şu muallif bir yerde hem siz nefsimini poklayman deydi ekansiz, cho'qib Alloh yilinishingiz lozim. O Allohning ilkidagi ish deganga dalil sifatida buni ham keltirgan. Demak, yuqorqi bayonlardan hidoyat, iymon va butkul yaxshiliklar faqat va faqat Allohning ilkida. Shu vajida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarning vujudiga mana mushu kuchatni tikkan edi deydi. Yani hidayet, iman, İslam, barcha yaxshiliklar Allohning ilkida, Allohning xohishi bilan bo'ladi degan mushu tushunchani har bir sahobaning vujudiga yerlashtirgan edi. Va mushuni davomlashtirishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'kidlagan edi. Shu tushunchani har vaqt o'zida amro qilishni lozimligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'kidlagan edi. Shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining xutbalarini qanday boshlagan? "Men yahdihillohu fala mudilla lahu va men yudlil fala hadiya lahu" deb boshlagan edi. Allah hidayet qilgan bandani azdırg'uvchi yo'q, Allah azdırgan bandani hidayet qiluvchi yo'q degan mushu so'zi bilan boshlagan edi. Allah hidayet qilgan kishini azdırg'uvchi yo'q, Allah azdırgan kishini hidayet qiluvchi yo'q degan bu mazmunda bizning bir chekchigiralarimiz va to'xtaydigan yerlarimiz bor. Ana bu haqida uzun bir tahlillar, uzun bir munoziralar va mushu hadis qarab turib izib ketgan toifalar ham bor. Shunga bunga cho'nqurlab ishkirlab kirish xatarlik. Shunga salaf solihlarninki mushuni bergan tushunchasi uchun to'xtashga to'g'ri keladi. Yani Allah Teala
hidoyatga moyil bo'lgan qalb egillarini hidoyat qiladi ekan, shu kishininki hali ahvoli qarta, samimiy sadoqati qarta, ixlosi qarta uni mustahkam qilib qo'ydi ekan, uni hech kim azdiranmaydi. Agar Alloh taolo bir kishini azdirgan bo'lsa, Alloh qasddan azdirmaydi bir bandasini. Alloh rahim, bandalarga mehribon zot. Ammo shu banda ozg'unlikqa moyil bo'lgan bo'lsa, shu ozg'unlik ko'chisiga har vaqt kirib olgan bo'lsa, hidoyatni xohlamagan bo'lsa, Alloh o'zining adolatiga kelib, banda shuni xohlayotgandan keyin uni o'zining ko'chisiga qo'yib yetadi. Qo'yib aytgandan keyin, demak o'zining hidoyatidan mahrum qo'ydi degan gap, buni hidoyat qiluvchi bo'lmaydi deb salaf solihlarning orqana jamoat qadining bergan bu shariati to'xtaymiz. Qadriyachilar, jabriyachilar, har xil botil, ozg'un toifalar mana bu shaydan ham ezib ketadi. Taqdir barisi kirishib ketadi bu yerda. Allah mecburi bir kishini azdirib etdi ekan, hech kim hidoyat qilinmaydi ekan. Alloh taolo bir kishini o'zi xohlab hidoyat qilib qo'ydi ekan, uni hech kim azdiranmaydi ekan deb nuqullar shundaylik yuzaki tahlil qilib qo'yib, ezib ketgan toif firqalar bor. Maqsad nima desa, bu yerdagi yuqorida tilga ilingan "May yahdihillohu fala mudilla lahu va may yudlil fala hadiya lahu." Tavfiq, hidoyat, iymon, islom, barcha yaxshilik Allohning ilkida degan narsani tushuna olamiz bu hadisdan. Şu nefsimni paklayman deydi ekanmiz, yana bu nefsini paklashdan Allohning ilki ekanligini unutmasligimiz lozim demoqchi. Shunga bu duo qarindoshlar nefsini paklashdagi eng katta ochqishdan birisi. Kimiki bu shu nefsini isloh qilish, uni paklash va ashuni davom etishning Allohning ilki ekanligini bilib olsa, o'zining nefsini paklanishiga erishish uchun, bu nefsining dunyo va oxiratda nijotlikka erishish uchun bu kishi Alloh taologa iltijo qildi. Bu kishi duo bilan takrar talab qilgan holatda va umid qilgan, tamoq qilgan holatda Alloh taologa yuzlandi. Bu yerda yana bir asl deb qo'ydigan, qo'shimcha qilib qo'ydigan narsa nima desa, duo qilish bilan uning talab taqozosi uchun yashash mana bu bo'yin. Bir kishi duo qilyotdi, ammo amali boshqa bo'lib qolsa, duoga zid bo'lib qolsa, ya'ni amal duo qarama-qarshi zid bo'lib qolsa, bu duoda ijobat bo'lishda umid yo'q. Duo bilan amal o'xshash bir yo'nalishda menish kerak. Parallel menish kerak. Bir kishi Allohdan hojatlarini so'raydi, ammo hayotida, amal ibodatlarida u duosiga uyg'un bir ishni qilmaydi. Uni xilop ishlarni qilib qo'yadi. Allohdan so'raydi-yu, Allohni ulug'lamaydi. Alloh taolo osiylik qilib qo'ydi. Alloh taolo axloqsizlik qilib qo'ydi. Va yoki Alloh taolodan kishilardan narsa kerak so'ramasligini so'raydi. Amalida davomli shuni kuni oladi. Amaladimi to'xta, men Allohdan so'rayapman, men amalimdimi buningga bir harakat qilay, sababini qilay demaydi. Va yoki farzandimizning hidoyat tepish haqida Allohdan ko'p narsani so'raymiz. Lekin uni deganda bandat o'g'atmaymiz, yaxshilik qiziqtirmaymiz, ta'lim tarbiya bermaymiz, shaytonning kayniga kirmaslik haqida uningga bir o'z nasihatlarni qilmaymiz. Ammo namozga chiqib, "Ey Alloh, balamni hidoyat qilgin, balamni to'g'ri yo'lga yetakligin, shaytonga asir mahkum qilib qo'ymagin" deymiz. Bolaga nisbatan hech qanday shu duolarimizdagi talab taqozolovchi ish tutmaymiz, yo'l tutmaymiz. Yoki bir bola shaytonning kayniga kirib ketgan bo'lsa, Alloh taolodan shuni so'raymiz-yu, ammo u bolani shu shaytonning kayniga kirib ketgan shu ko'chalardan tortib olishga amaliy sabab harakatlarni qilmaymiz. Demak, bu duoning ro'yi xilof. Shuning uchun duo bilan shu duoningki talab taqozosi bo'yicha amaliy harakat qilish bu muhim qilishdir. İkisi paralel holatda, barabar holatda mavjud bo'lishi lozim. So'rg'inimiz, duolarimiz boshqa bir mavzuda, amal ibodatlarimiz boshqa bir ko'chada bo'lib qolsa, bir-biriga zid bo'lib qolsa, bu duoning ijobat bo'lishida umid yo'q va duoning talab taqozolarida ish tutmagan bo'lib qolamiz. Dars bu shekilga cho'ridi. Demak, bugungi darsimiz nafsini paklashninki ikkinchi yo'l haqida to'xtalgan bo'ldik. Nafsini paklashninki ochiqishi duo ekanligi, Allohning ilkidagi barcha yaxshiliklarni so'rash uchun faqat Alloh taolodan duo qilish orqali, so'rash orqali buni erisha oladiganligimiz. Nafsimizni paklaymiz deydi ekanmiz. Shu nafsini yaratgan, shu nafsininki Robbi bo'lgan Alloh taolo bu nafsini paklay oladi degan e'tiqod bilan Alloh taolodan so'rashning lozim ekanligi chiqadi ekan bu mazmunlardan. Gunoh ma'siyat bilan kirilishib ketgan qalblarimizni Alloh taolo avval tavhid orqali, anandan keyin Allohga xolis qilgan duoi tilovatlarimiz orqali paklab bersin. Qalbni paklashning ochqichi bo'lgan duoni har vaqt o'zimizga lozim tutishga, uning talab taqozolari bo'yicha ham yashashga Alloh taolo muvaffaq qilsin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.